Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 87-soniga xush keldinglar. Bugun biz dunyo va Xitoy degan temada hukumatimizningki Cumhur raisi doktor Mamtun Ali afandim bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmat. Bugungi shanba kunlikda 5-fevral g'ulji qirg'inchiligini xotirlab namoyish chiqqan barliq qarindoshlarimizga mayli Kanadada bo'lsin, mayli Belgiyada bo'lsin, Yevropa boshqa davlatlarda bo'lsin, chonqur ehtiromimizni bildiramiz. Bu namoyishga chiqmoq bu sovuq kunlarda bakma tas, ammo bakma mazmunliq, bakma ulug' ish bu. Endi bugungi suhbatimizga ko'p kirish so'z qilmaymiz. Bugun biz Xitoy to'g'risida, Xitoyni tushunish to'g'risida bir qadam ilib, Xitoy to'g'risida baron quramiz. Ammo Mamtun Ali afandimninki taxminan 30 yildan ilgari chetga chiqish oldida o'z beshidan o'tkazgan sarguzashtlarini o'zininki Unutilmaganlarim degan kitobining 3-qismiga kirgizgan. Bu jarayonda buningdagi xotirlashlardan qaraganda Mamtun Ali afandim shu chog'da poyez ustida qattiq o'yinish ustida bo'lgan, Xitoylar ustida qattiq fikr yurgizgan. Bu kitobingizni o'qigandan keyin shu vaqtdagi o'y fikringizning chunqurligiga qarab men qattiq hayron qoldim. Amaliyotda bizning ziyolilarimiz izchil bu nuqtada o'ylanib kelyotdi. Hamda biz har xil ideologiya to'qinishida yashaymiz. Masalan, biz cho'ng bo'lgan sharoitda sotsializm, kommunizm ideologiyasining eng cho'ng dushmani kapitalizm edi. Hozir joni o'zgardi. Sotsializmda kapitalizm rivoj topadigan, kapitalizmda sotsializmni qo'g'lashadigan bo'ldi. Mayli sotsializm, mayli kapitalizm bo'lsin, globalizmda qattiq chiqishib ketdi. Buningda bir axloq o'lchami o'tirib tushadi. Bu axloqning doirasi shunchalik kengri, erkinlik, kishilik huquq, demokratiya, muhit asrash, ayollar bolalar huquqi qatorliq o'z ichiga olmaydigani yo'q. Mazmuni shunchalik go'zal, puxta, logikalik, uningga qilsig'maydi. Ammo inchki diqqat qilsak, Xitoy dal mushu axloqning eng yuqori nuqtasida turib dunyoga jugan soldi. Ergashkichlar adashmaydi, uyushidi, harakat qildi, natijasini o'tirg'a chiqdi. Bu deganlarimizni siz bir bizga yechib bergan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat Jurat, programmamizni mushaqcha ilib, sog'-salomat ilib kelganligingiz va siz atrofingizda bu ishning ro'yobga chiqishiga yordam berayotgan barliq qarindoshlarga salom yo'llayman. Shuning bilan bir vaqtda taqdimi muhimi oldimizda g'ulji qirg'inchiligininki 29 yilligi o'tdi. Bu qirg'inchilikni xotirlash, unutmaslik va keyingi avlodlarimizga bildirish uchun dunyoning har qaysi joylarida har xil faoliyatlarni qilgan barliq qarindoshlarga hukumatimizning nomidan rahmat aytaman. Bugungi temamiz mana shu bir qatliamninki vaznini, uning ma'nosi bilan bog'lanishliq. Chunki bizning mustamlik tariximizda qanday bo'lishi mushu qatliamda to'liq o'ttirg'i chiqqan deyishga bo'ladi. Uningdan boshqa qatliamlar bor. Bugun men so'zimni sizning savolingizga bog'lay. Yada sotsializm bilan kapitalizm. Har bir Uyg'ur chet eldagi bo'libmi, g'arbdagi Uyg'urlar sotsializm bilan kapitalizmni beshidan o'tkazdi deyishga bo'ladi. Biz mustamlikadan kelgan, mustamlikaninki sotsializmlik alayligini, ya'ni Xitoycha alayligi sotsializmlik xarakterini cho'nqur bilgan, uningda yashagan va uningki bevosita qurbonlar sifatida chet elga chiqib panohlik tilagan. Chet elga chiqib panoh tilagan vaqtimizda bizningki panohlik tilib bergan davlatlarning hammasida kishilik huquqni o'lcham qiladigan g'arb davlatlari bo'lish sifati bilan kapitalistik tuzumninki, ya'ni turli afzalliklari bilan bizga bu yerda bir qo'g'dinish, biz oxirisi bizga pufroqlik berdi. Ko'pinchimizga alanmaganlar bor. Hamda bu jihatdan ilbatqa vaqtida Uyg'urlar dunyodagi boshqa millatlarga selishtirgan vaqtida, masalan shu Sharqiy Yevropa va boshqa millatlarga selishtirgan vaqtimizda biz kapitalizm bilan sotsializmni cho'nqur tushunimiz deb qaraymiz. Ammo hozir
bu xil tushunish bizda azroq gangrashni barliqqa keltiryotidi. Bularni ba'zilarimizda. Bo'libmi hozir dunyoda bo'layotgan ishlarga nazar solgan vaqtimizda kapitalizm davlatlarda bo'layotgan g'oyat zo'r o'zgarishlarga, setchiliklarga va boshqa turli shakllardagi chirikliklarga, axloqiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa chirikliklarni ko'rgan vaqtimizda bizda haqiqatan cho'nqur bir qayg'urish va gangrash va nima qilishimizni bilmaslikdek bir xil psixik holatlarni o'ttirib chiqishga boshlayotdi. Gapimni qisqarsam, sotsializm, biz o'rgangan sotsializm bilan kapitalizm eng oxirisida insoniyat jamiyatidagi bunday ikki cho'ng bir hodisaga bog'langan. Birisi insoniyat jamiyatiningki boshdan oxir biologiyalik jihatdan tangpungsizligi. Masalan, qaysi xil oila tug'ilishi, qanday oila tug'ilishi, qanday bir aql bilan dunyoga kelishi, ba'zilari biologiyalik, ba'zilari ijtimoiy bo'laninki, mana bu shunday bir sharoitning o'zida insonlar boshdan oxir bu xil barobarsizlik sababdan barobar bir jamiyat yashab keldi. Mayli u sotsializm bo'lsin, mayli qulluq jamiyat bo'lsin, mayli feodallik, mayli kapitalizm, mayli sotsializm bo'lsin, bu insoniyatning tubki. Ikkinchisi mulkdorlik. Kimninki nimaga mulkdorlik qilishi va bu mulkdan kelgan turli shakllardagi imtiyoz boyliqlarningki shu jamiyatda qanday taqsimlanishi. Hamda sotsializmga kelsak, sotsializm kollektivizmlik bir ideologiya ustiga qurilgan bo'lib, shaxsiy egidorlik huquqini ilib olib, uni davlatning ilkiga o'tkazdi. Davlat hammaga egidorchilik qiladi. Xitoyning kontekstida partiya hammaga egidorchilik qiladi. Kapitalik tizimda degan vaqtda bu odatda shaxsiy mol-mulk huquqi asosli huquqlarning birisi. G'arb jamiyati jumladan kapitalistik g'arb jamiyatining hammasi shaxsiy mol-mulk huquqining ustiga qurilgan. Buni tushunmay turib, g'arb jamiyatini tushunolmaydi. Undan keyin erkin bozor raqobati ustiga qurilgan. Buningda shaxslar o'zininki shaxsiyatchiligidan foydalanish orqali jamiyatda jamiyatninki o'ziga bergan turli imtiyozlardan foydalanib, igilik tiklab, yangilik yaratib, buningda turli tovarlarni va mulozimatlarni ishlab chiqarish orqali g'oyat zo'r darajada kapital to'playdi. Kapitalizmninki ismidagi kapital degan narsa pul deganni bildirdi. Hamda Xitoyda partiya kapitalni boshqardi. Xitoyning asosiy alohidaligi asosiy muassasa qurilishlarining hammasi Xitoy davlatining ilkida. Masalan, bank deymiz. Çoğun ishlab chiqarish shirkatlar, qatnash shirkatlari deymiz. Va pul muomala va boshqa jihatdagi barliq ishlarning hammasini davlat boshqardi. Shuning bilan bir vaqtda ba'zi boshqa sohalarni shaxslarningki shirkat ichib bozor raqobatidan foydalanish orqali taraqqiy qildirishga yo'l qo'ydi, cheklik doirada. Ammo Amerikada g'arb davlatlarida bo'lsa, kapital davlatga ta'sir ko'rsatdi, hattoki davlatni boshqardi. Hamda biz mayli sotsializm bo'lsin, mayli kapitalizm bo'lsin, oxirisida biz birinchisi bir xil barobarsizlik, tabiiy barobarsizlik, ikkinchisi mulk huquqiga bo'lgan egidorchilikning o'xshamasligiga qaragan vaqtimizda albatta kapitalist tuzum yangilik yaratishni, boylikning eshishini va jamiyatning farovonligi qatorliqlarni barliqqa keltirishga asosiy omil bo'ladi. Xitoyga kelgan vaqtimizda garchi iqtisodiyot taraqqiy qilsimi, garchi Xitoyning asosiy sabablari sotsialistik omillar bilan kapitalistik omillarni birlashtirish orqali, ya'ni kapitalizmninki bir qadar qutuqliq taraflari, masalan, bozor raqobatini o'g'irlash orqali buni sotsializm ichiga kirgizib, o'ziga xos bo'lgan bir xil igilik boshqarish tuzumini yaratdi. Hamda mohiyatda sotsializmda kapitalizm bir xil igilik boshqarish shakli, boylikni boshqarish va boylikni taqsimlash shakli. Buningda kapitalizmdan bilan sotsializmningki tubki farqlari bor. Hamda biz hozir ko'rayotgan, men buni bak ishkirlab kirib ketmay, bu yomon cho'ng tema bu. Hamda bizning hozir ko'rayotganimizni degan vaqtda Xitoy bilan Amerika o'ttirishdagi boylikning taqsimlashdagi barobarsizlikninki eng oxirisida bir-biriga yaqinlashib ketishi. Masalan, Xitoy bilan Amerikada har ikkilisida 1% odamninki o'zining qo'liga kirgizib olgan boyliqlarninki nisbati odatda Amerikaning 35% bo'lsa, Xitoyninki 30%. Demak, jamiyatda boyliqni taqsimlashda eg'ir tangpungsizlik, adolatsizlik bor degan gap.
Amerikada çoğu degan vaqtida şirketlarninki va cho'ng davlat orqali şirketlarninki taraqqiy qilishi va boyliqlarini turli shaklda pay chek orqali va boshqa shaklda mablag' solish shakllari orqali taraqqiy qildirishningki asosan cheki yo'q. Shuning bilan boylar boy bo'laveradigan gap. Xitoyda cho'g degan vaqtida buning cheki bo'ladi. Boylarninki boyliqlari har vaqt Xitoyninki kommunistik partiyasiga bo'lgan sadoqat orqali kontrol qilinadi. Masalan, Mayunninki taqdiri buni bizga asosan tushuntirib beradigan narsa. Shundoq tursimi, Xitoylar barobarlik, boyliqni taqsimlashdagi adolat deb jar solsimi, Xitoydagi boyliqni taqsimlashda g'oyat zo'r tangpongsizliklar bor. Nima uchun? Chunki kommunistlar og'zida kollektivizmlik orqali boyliqninki tarqatil jamiyatga tarqatilishini adolatli shaklda qilamiz degani bilan moyatda kommunistlar eng chong o'g'ri va eng chong parxo'rlar bo'ladi. Masalan, yaqinda Amerikaninki tashqi ishlar Marko Rubioninki oshkorlashicha Xi Jinpingning ochisi Chi Chaochauninki bir Venezuelaninki neftini 20 dollardan elib bir gallon nimani bir ton nimasini 20 dollarlik bir gallonlik nimani neftni elib buni Xitoyninki cho'ng neft masalan Xitoyning cho'ng neft shirkatlariga 40 dollardan setib arada 20 dollardan foyda olib bir yillik kirmaninki 52 milliard dollarga chiqarganligini dedi. Xi Jinping ochisi faqat demak bu g'oyat zo'r chiriklikninki bir yeri. Gerçi Xi Jinping degan bu qonxo'r Xitoyning ichida biz chiriklikni tugutimiz degan bilan u tugutish tegishlik eng chong chirik odam uning ochisi va o'zi. Xi Jinpingning boyligi agar Forbes'ninki boylarni tizimiga kirgizilgan bo'lsa, Elon Musk'ni necha qatlaydi. Kommunistlar bu qadar chirik. Bu qadar qo'rqinchli chirik. Endi gapimizni qaytib kelsak, bu iqtisodiy jumladan bu boyliqninki taqsimlashdagi adolatsizlik mayli sotsializm bo'lsin, mayli kapitalizmga turli shakllardagi xiristonni keltirib o'tadi. Bu ijtimoiyning ichki qismidagi turli shakllardagi muqimsizlik omillarini, jamiyatninki intayin zo'r darajada qutblashishini, puli bog'larninki siyosatga aralish orqali o'zining manfaatiga loyiq siyosatlar chiqarishga bag'ansa kengayishni keltirib chiqadi. Hamda bizga kerakli tarafi nima buningki degan bo'lib, Xitoyning kontekstida ishda bizga kerakli tarafi nima degan vaqtda Xitoyning bu chirikligi Xitoyni halokatga boshlaydigan eng chong omillarning birisi. Bunday deyishimizning sababi Xitoydagi chiriklik ko'pincha hollarda rayonlardagi, ya'ni Xitoyninki dengiz bo'yidagi rayonlar bilan Xitoyning boshqa dengiz bo'yida bo'lmagan ichki quruqlik rayon o'tirisidagi farqninki bag'ansir eshish orqali gavlandi. Bu rayonlar o'tirisidagi farqninki zo'rish sababdan kelib chiqadigan turli ijtimoiy va iqtisodiy tangpongsizliklarninki barliq kelishini ilgari suradigan muhim omillar. Bu Xitoyning tinchsizlikdagi eng muhim omillarning birisi. Endi oxirgi bir nuqta. Garchi sotsializm bilan kapitalizmninki nurg'unlagan farqlari bo'lsa-mu, lekin har ikkilasidagi bir o'rtaqlik bizni haqiqatan intayin sarosimiga soladi. Ya'ni ikkilasida boyliqninki taqsimlashga adolatsizlik bo'lgan unumli bir tadbir yo'q. Mayli Amerika bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, ya'ni kapitalistik tuzumninki yoki sotsial tuzumning bo'lsin, bu jihatdan elib o'tgan vaqtda har ikki tuzum garchi qarmoqqa nurg'unlagan jihatlarda farqlar bo'lsa-mu, mushkil ma'qul jihatga o'xshashlik bizning kelgushdagi, masalan, biz chet elda yashayotgan Uyg'urlarningki kelgusida biz diqqat qilish tegishlik muhim bir omillarning birisi bo'lishi kerak deb qarayman. Oxirgi gapimda hamda biz albatta Xitoyninki ichidan chirib ketgan bir davlat ekanligini hammamiz bilamiz. Buni biz iqtisodiy jihatdan bo'lib, shu sistema jihatdagi, boshqarish sistemasi jihatdagi, ideologiya jihatdagi farqlar qaragan vaqtida Xitoy yanala kapitalist davlatlar qaragan vaqtda g'oyat zo'r deb qaranganga o'xshaydi. Kapitalist jamiyatlar garchi bu xil tangpongsizlik mavjud bo'lsa-mu, ularda g'oyat zo'r yerda bir nimalik bor, transparency, ochiq yo'riqlik bor. Nurg'unlagan qonuniy o'rinlar orqali bu chiriklik ma'lum darajada kuzatilib turildi. Xitoyda bunda kuzatib turish yo'q. Anadan keyin Xitoyda bir partiya monopollik davlat bo'lish bilan bir partiya hammani monopol qildi. Buning ichida boyliqlarmi bor. Buni boshqa uningdan sirt hech qanday bir partiya uni surishtirolmaydi va u vaqtda turli nimalarni tekshirishlarni olib borolmaydi. Xitoy kompartiyasi bunga yo'l qo'ymaydi. Bu Xitoyninki bir partiya diktatorligidagi hokim mutlaq tuzumininki asosiy yuzi. Gapim tugadi. Rahmat. Biz esingizda bo'lsa, bizningki cho'ng bo'lgan davrimizda shu
sotsializm, kapitalizm deb nihoyat cho'ng bir xil ikki ideologiya o'rtasida bir kurash bor edi. Davomli kapitalizmning o'sha Xitoyning tarixdan qilgan kommunistlar chiqqandan keyin urushlardami shu kapitalizmni so'kib, shuning qarshi ish qilib, sotsializm kapitalizmdan yaxshi deb shu yo'lda menib kelgan. Ammo Amerika bularga fursat berib, bozorni ichib o'tgandan keyin bular o'zini keng qo'saq ko'rsatib, kapitalizmninki bozor egiligimi bizga kiralaydi degan bir yo'nalishda pul topdi bular. Amaliyotda o'g'irlik qildi. Butun narsani Amerika berdi. Undan keyin bu o'zini bir xillik dunyoviy qonunga, xalqaro qonunga bo'ysunadigan, yangilikni qabul qiladigan shunday bir shaklda o'tirib chiqdi va boshqalarga osh shaklda o'zining obrazini shu yaratdi. Bo'libmi shu Afrika davlatlariga, Osiyo davlatlariga, undan keyin Amerikaningki janubdagi Ispan davlatlariga degandek bundaq bir o'zininki ta'sirini yaratdi. Endi bundaq vaqtda endi bu dunyo globalizmga mangandan keyin Xitoylar bundan texim unumli foydalanib globalizmninki markaziga aylandi bular. Endi butun shu globalizmda o'tirg'i chiqqan shunday esil gaplarning hammasini xuddi Xitoylar qilayotgandek, shuni yo'lni tutayotgandek ko'rinib, amaliyotda xuddi siz degandek uning bir sirim yo'q Xitoylar. Hech qanday qoidaga bo'ysunmaydi. Bu amaliyot ular sotsializm degan bilan sotsializmni bular uchun bir shakl. Chunki bu Xitoylar tigi-tigidan o'zida o'zgarmaydigan o'zining yo'li bor, o'zining mangadigan. Sotsializmni faqat o'zining odamlarini tutib turish uchunlar foydalangan. Haqiqiy sotsializmni bu mangmaydi. Hozirgacha bularning mangayotgani sotsializm emas, ammo shakli shu. Endi buningda Xitoylar bir axloqiy nuqtadan bir yuqori bir nimaga chiqib oldida, xuddi nihoyat yaxshi odamdek, yaxshi davlatdek ko'rinib, hatto shu bizning masalan dunyoda musulmonga eng o'ch bu Xitoylar musulmonga do'st bo'ldi masalan. Bizningki irqiy qirg'inchiligimizga musulmonlarni yig'ib akilib, bular irqiy qirg'inchilik qilmadi degizalidi. Masalan, mushunda axloqiy nuqtalarda ko'z bo'yamchilik qilib, butun ideologiyani suiiste'mol qilib, o'zini yaxshi ko'rsatib, o'zininki obrazini har xil yo'llar bilan pora berish, u bundan foydalanib, bo'libmi shu UNni, BDTni kontrol qilish orqali o'zining obrazini nihoyat yaxshilab oldi. Yaxshilab olgandan keyin nurg'un shu odatdagi 3-dunyo elleridagi kishilarning qalbida bu Xitoy g'alaba qilgan, xalqi boyashi yashaydigan, unda kapitalistga o'xshash nurg'un masala yo'q bir davlat deb qaraydigan bir yerga akilib oldi o'zini hozir. Buning hammasi bir xil sehrgarlikdek ko'rsak bo'ladi. Buni xalqning ko'zini bo'yab mishaga akilib oldi. Endi buning natijasi bular kuchlanib Amerikaning qarshisiga chiqqidek bo'lgandan keyin endi bu UNni hozir mushkatni qistirib o'tishga to'g'ri keldi. BDTni Amerika Xitoy kontrol qilib oldi deb bu qitim uning ichidan 30 necha tashkilotdan chiqib ketdi. Bo'libmi bu sayya tashkilotidan pulni bermaylar chiqib ketadigan bo'lib, o'zining bayrog'ini so'kib ketdi. Mush bayroqni ektirgan chaqda UNningki sayya tashkilotining odamlari uning udumapti sening beradigan puling vatdi desa o'zininki askarlarini ashar buyurib o'zining bayrog'ini so'kib ketdi. Buningdagi sabab nima desa, Xitoy virusidan bizning shunchalik odam o'ldi, sen o'zingning ishini qilolmading. Bashida turib bizni yana pul talab qilamiz degan bir mazmun bor. Endi buni demak sho'g'lim Xitoy hatto xalqaro nihoyat qonun bilan, qoida bilan mangadigan ashunda tashkilot, masalan BDT deganni biz kichkimizdan cho'ng bildigan. BDT desa voy, ammani qildi deb. Lekin u Xitoyning qo'liga chiqib ketdi. Endi Amerika uning qarta masalan tashkilotlardan chekindi, undan keyin o'zi bu peace board deb nima yaratdi qildi bir o'z oldiga buni qildi. Demak, hozir yangi sistem yaratilyapti. Hozirgacha qurib chiqqan globalizm bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin, Xitoyning qo'lida o'ynalib ketdi. Demak, Xitoylar dunyoni shunday aylantirib ketdi. Endi ko'ryapmiz, Amerika ularning qarshisiga chiqdi, ishlar bizga yaxshi bo'ldi, bizga cho'ng umid kelyapti. Endi Xitoyning ichki ishiga kelaylik. Xitoyda harbiy huquq talashish eng chinga chiqib Xi Jinping bu Jang Xitoy bilan Liu Xitoyni tutgan bo'ldi endi. Qanimiz qizib bundan bir ish bo'lar deb kutib tursak, hozir bu vaziyat yana jimib qoldi. Bu ishlar bizga bir umid beradi Xitoyning ichidagi hozirgi buzilish. Bu to'g'risi bir so'z aytganmiz.
Bu ikki Xitoyning yuqori darajadagi harbiy amaldorlarining tutilishi yangilik emas Xitoyning kommunistik tarixida. Lin Biaomi, He Longmi, Peng Dehui degan buningki kona inqilobiy liderlarimi ya o'ltirilgan yoki bular sababli Peng Dehuininki Mao Zedongninki cho'ng sakrab ilgarilash siyosatini tanqidlagandan keyingi uni tutqi qilib aqis madad inqilobininki boshlanishi ma'lum jihatdan Peng Dehuininki shu Mao Zedongni tanqidlash bilan bog'liq-ku, garchi bu boshqa sabab bo'lsa bu. Bu yangilik emas. Ammo bu yerdagi yangilik bo'layotgani nima degan vaqtida hozirning o'zida Xitoy armiyasininki sadoqatini eng tashna bo'layotgan bir vaqtning o'zida 7 kishilik Xitoyninki yuqori armiyasi komitetininki 5 a'zosini tushirib asosan yo'q hozir Xitoyninki cho'ng mengisi armiyasining mengisi bo'lgan bu rahbarlik komitetininki a'zolaridan bir Xi Jinpingning yana bir Xitoy shikisi qoldi. Bu Xitoy tarixida kam uchraydigan bir ahvol. Ikkinchisi hatta bu qitimli Xitoy Kommunistik partiyasi intayin ochiq oshkor qilib dediki, sen xalqning askarisi emas, ya'ni Xitoy ozodlik armiyasi deyapti. Sen xalqningki ozodlik armiyasi emas, sen oldi bilan partiyaning ozodlik armiyasi deb Xitoy ozodlik armiyasi kesida bosh maqola e'lon qildi. Bu degan tunji qitim Mao Zedong boshchiligidagi kommunistlardan keyingi Xi Jinpingning kommunistlarininki taqdimi yalang'och o'ttirg'i chiqishi. Endi bu Xitoyninki ichki qismidagi bo'lapmi Xitoyning kommunistik partiyasi bilan bu partiyani hozircha oyog'ida tutib kelayotgan Xitoy ozodlik armiyasi o'rtasidagi ichki to'qinishni oshkorlaydi. Bu to'qinish Xitoy tarixida ko'p hollarda bu xil shaklda bo'lib boqmagan. Garchi Peng Dehuilar, He Longlar yoki boshqa Lin Biao qatorliqlar yo'qitilgan bo'lsa-mu, partiyaning ichki armiyaning ichki qismidagi mutlaq ko'p qismlar davomliq Mao Zedongga va partiyaga o'zining sadoqatini bildirib kelgan. Hozir bu sadoqat yo'q. Bu sadoqat o'ttirdan jutdi. Mushundaq ahvol ostida Xi Jinpingningki o'rnini jumladan Xi Jinping rahbarlik qilayotgan Xitoy Kommunistik partiyasiningki o'rnininki mustahkam bo'lishiga hozircha bo'lishi mumkin. Bunda bo'lishning sababi Xitoyda g'oyat zo'r bir kuzatish apparati bor, sistemasi bor. Bu Xitoyningki ichi o'rlashib ketdi. Sharq Turkistonda Xitoylar buni sinab qildi. Hozir Xitoyning hamma yerda bu xil sistem o'rnatiliq. Shunga armiya bo'lsin yoki armiya bo'lmagan odatdagi xalqningki uyushib turib o'ttirg'i chiqib Xitoy Kommunistik partiyasiga bevosita shakllantirishi hozircha mumkinsiz. Ammo biz bu yerda bir gap bor. Nimada psixologiyada va iqtisod ilmida qora oq hodisa deydigan. Bu biz kutilmagan bir kichik bir hodisaninki g'oyat zo'r bir nimaga ijtimoiy qalamqalchiq keltirib chiqishni ko'rsatgan bir qora oq hodisa edi. Xitoyda bunda qora oq hodisalarni bo'lmaydi degili bo'lmaydi. Masalan, Xi Jinpingninki hozirgi ahvolda g'oyat zo'r darajada endişe ve qo'rqin ichida yashayotdi Xi Jinping. Chunki uni qo'g'daydigan qurolliq armiya aqstirib uni qo'g'daydigan hattoki armiya cho'ng emas, hatto atrofidagi armiyaga ham ishonmaydi. Ham ishonmaydi. Hech kimga ishonmaydi. Bundaq ahvolda bu xil shaklda cho'digan vaqtda rahbar bag'asir qo'rqinish tushdi, qo'rqinish tushgansa ko'plagan odamlarni jazolaydi, xuddi 7 odamdan 5ni jazolab bo'lgandek, jazolagan sari qarshilik oshidi, qarshilik oshgan sari qo'rqaydi. Mushundaq razil aylan bo'lib, eng oxirisi bundaq sistema vayron bo'ladi. Ichidan vayron bo'ladi. Buningga vaqt ketadi. Chunki Xitoyningki 70 necha yillik tarixida g'oyat zo'r o'zaro bir-birini dushmanga sabqab bir-birini kuzatish sistemasini qurib chiqqan. Bizning vatanda texniki shunday qilgan. Xitoyning boshqa yer ichki qismidami bu xil shakldagi o'zaro nazorat qilish sistemasi bo'lganligi uchun Xitoy hozircha tinchroq o'rinda turyapti. Hamda yana bir muhim bir nuqta Xitoyningki Tayvanga hujum qilish masalasi. O'tganda deyishganimizdek Xitoy hozir Tayvanga hujum qilishda iqtidorga ega emas. Uning ustiga Xitoyningki o'rindan bo'shatilgan bu ikki rahbarning pozitsiyasi dal Xitoyningki Tayvanga urush qilishiga qarshilik qilish. Ularning deyishicha Xitoy armiyasi bu xil urushni qiysi bo'lmaydi. Buning tegida texniki muhimi ularda bir Xitoy millatchiligi bor. Ya'ni Xitoyni qilsa bo'lmaydi, xuddi Ruslar o'zining qarindoshi bo'lgan, yana bir Slavyan bo'lgan Ukrainaliklarni qirgandek biz unda qilsak bo'lmaydi deb Xi Jinpingga nima qilgan. Ammo Xi Jinpingningki buningki qo'rqinchli alvashsimon kallasida
masalan Uyg'ur qirg'inchiligidan tortib Tayvangacha bu esib qolgan masalalarning hammani hal qilib eng buyuk mavzuddan ishib ketgan bir buyuk bir Xitoy lideri bo'lishdan iborat bir alvassimon bir plan bor. Bunun birinci kısmını işe aşırıvatıdı. Yani Uygur meselesi baştan ahir, yani Şarkı Türkistan meselesi baştan ahir Xitay'nın içki siyasetindeki en baş ağrıtıkan meselelerdi. Bunu ırkı kırgınçlık arkalık bir taraf kılmakçı bolgan. Hem buluvatıdı. Tayvan Xitay'nınki taşkı siyaseti hem içki siyasetindeki en açıkçılık ve uzun müddetlik bir meseleydi. Bunu mu ben hal kılıp, hiç kim hal kılamagan bu iki noktanı ben hal kılamam. İçki kısmındaki nimo tahdid ve taşkı kısmındaki tahdidin hemmini bir taraf kılıp, ben ulug' bir lider bolaman deydigan bir alvassimon bir tushi var Xi Jinping'ninki. Buningda u har qanday nasihatlarga qarshi holda Tayvanga hujum qilish tayyorlik. Ammo hozir uni qilolmaydi. Teqi yaqinda, teqi 2-3 kun bo'ldi Amerika Tayvanga yuqori darajadagi qurollarni setib berdi. Yerdan qo'yib berilgan boshqarilgan bombada buningga Xitoy hukumati nima qildi? Norozilik bildirdi qatorliqlar. Endi Yaponiya bor. Tayvanninki hujum qilinishiga boshdan oxir kuzatayotgan va buningga nisbatan yordam berganligini va Xitoyninki Tayvanni qurol kuchi orqali bo'ysunishga oshkor qarshi chiqayotgan Yaponiya bor. Xitoy buni biladi. Agar hujum qilib qolsa, Yaponiyaning o'tirib tushirganligi, Amerikaning o'tirib tushirganligini biladi. Uni turib tursin, Xitoy ishidan buningga tayyorlik yo'q. Bulab Zhang Yuxiadek Xitoyninki tajribasi bor. 70-yillik Vyetnam urushidan tortib kelgan bir generalni tushirib o'tgan Xi Jinping aldirab bu urushni qilolmaydi. Endi biz yana shu o'zimizningki ikkimiz o'tganda deyishgan gapimizni takrorlayman men bu yerda. Xitoyga keladigan eng chong tahdid armiyadan keladi. Deyishimizning sababi armiya bilan partiyaninki huquq ko'rishida bulabmi menda o'tib ketgan boyliqning taqsimlanishida armiyami chirik, partiyami chirik. Ular faqat bir davlatninki boyligini talashayotgan ikki cho'ng jihatdan cho'ng bir guruh bular. Cho'ng guruh bu kommunistlarning guruhi. Birisi armiyada bo'lsa, birisi partiyada bo'ldi, ammo birlashib ketgan manfaatlari, kirishib ketgan bularning manfaatlari. Bu faqat manfaat eng oxirisi bu bir xil manfaat to'qinishi bu. Huquq ko'rishi bu. Bu shunda ahvol asda bu armiyadagilarninki Xi Jinpingga bo'lgan ishonchi yo'qolib ketib qolma, balki Xi Jinpingga o'sh qiladigan, uni ko'zga ilmaydigan, zanglik qiladigan yaqchi bor hozir. Buni Xi Jinping o'zi biladi. Endi Xi Jinpingninki qonuniyligi, mashhuriyati qilning ustida qoldi degan gap. Sharoit, psixik va boshqa sharoit pishib etildi. Faqat buni harakatga aylantirishda Xitoyning g'oyat zo'r kontrol sistemasi bo'lganligi uchun hozircha amalga oshmadi, lekin bu amalga oshmaydi deganlik bildirmaydi. Oldimizdagi yillarda bo'libmi Xi Jinpingninki huquqni o'tkazib berishi yoki boshqa Xitoyning ichki qismidagi boshqa sabablar yoki xalqaro bir sabablar tufaylidan Xitoyning ichki qismida g'oyat zo'r bir davolg'ush, hattoki partiyaninki kompaykom bo'lishdek bir xil holatning borliq kelishini chetga qoqilgan. Buni ehtimolligi burunqidan oshdi. Buningga nisbatan biz Sharq Turkistonliklarninki har vaqt buni kuzatib turishni va buningga nisbatan o'zining umidini yo'qotmaslikka tirishiman. Bu xil shakldagi yuqori alvassimon insonlikdan olqib ketgan bir qo'rqinchli bir hokimiyatninki hamon o'zini beshini yeydiganligi tarixda takror isbotlangan bir qonuniyat bu. Xitoy buning sirtida emas. U qancha kuchliklab ketsin, qancha darajada o'kirsin dunyoda uning ichki qismidagi nurg'ulg'an tinchsiz va o'zini vayron qilg'ich omillarninki ko'payishi burunqidan eshiyotidu. Bu bizga bir umid bag'ishlaydigan omil deyishga bo'ladi. So'zim tugadi. Rahmat. Buningdan biz umidlansak bo'ldi ekan, chunki Xitoylar ko'rinishga yomon. Ko'rinishga yomon deganim, masalan, bu harbiy paradda Xitoydek parad qildigan dunyoda burun Sovetning qildigan. Hozir u Xitoyning uningda nechasi o'tib ketdi. Harbiy parad qilish orqali o'zininki qudratli ekanligini dunyoga namoyon qildi ular davomlab. Ham bunga ishonganlar ko'p. Masalan, biz Xitoyni bilamiz, uningki shaklligini bilsakmi, ammo bizning bilimda bir savatda Xitoyning paradni ko'rgandan keyin ertasi xizmatga shunda hayajonlanib ketdi. Trump o'zining askarlarini Trump o'ch birisida parad qilg'izganda ko'chada mangandek mangda ko'rdingmi Xitoy deganninki Xitoy degan ondoq qudratli manda qudratli deb. Shundan men dedim qo'shib kelib bu qilayotganning hammasi yolg'on. Sen oshunda mong'olga dem yolg'on ish qilamda deydi. Demak bu
endi hozir endi bizningki deyishayotganimizda butun harbiy amaldorlarning ichida bir o'zininki eng chong harbiy hayotininki ikkisi qoldi hozir. O'zidan boshqa bir silam qoldi. Bundan keyin yuqori amaldorlarninki asosan mana o'zlari Shangjang deydiku, ashlarninki hammani degirek ilib o'tdi. Demak, bularninki harbiyni kontrol qilish sistemasi paralel holatga tushdi. Hamda uningki yasagan raketa u bu deganlar ichida nurg'un siz degandek chiriklik bularning. Chiriklikni ig'ir bo'lgandan keyin hatto raketaninki ichiga mayning o'rniga suv qo'ygan ahvol bor. Undan keyin raketaning ichildigan og'zini o'zininki degan materialni yasamay, odatdagi materialni yasab qo'ygandan keyin yillarning o'tishi bilan dodlashib ichilmaydigan bo'lib qolgan. Demak, bular parxorlikni chiriklikda bu o'zi foydalanagan bo'lgandan keyin Xi Jinping nimaga chiqib taxtga chiqqandan keyin bu harbiyga nihoyat zo'r mablag' ajratdi. Lekin bu mablag' dal yerga bormay, aksincha bu necha turga bo'linib bu butunlay parxorlik bilan qaqnagan cho'ntakka tushgandan keyin Xitoyning hozirgi askariy ahvoli Taybanga eg'izir hujum qilgan bilan amaliyot hujum qilinmagandan keyin bulayotgan ichidagi o'zininki o'zi qurib chiqqan askarininki ahvolni ko'rgandan keyin Xi Jinping shunga achchig'iga chidamay o'zining qarniyatiga yetolmagandan keyin poni otgan bilan tegida ana dasmi yo'q, tarat bo'sh. Uni bilib qoldi. Buning ichida nurg'un chiriklik va askarlarni nima qilgan bilan haqiqiy ahvol yo'q. Undan keyin u o'g'irlab kelgan texnikani, Amerikaninkini o'g'irlab kelib ishlatadigan ish yo'q. Ishlatilmaydigan chiqyanlar bor. Mushunda ishlar bilan hozir kelganda Xitoyning ichida siz degandek bir bo'linish, oxiri kelganda hatto hokimiyat olmish degandek bir xavflar turadi. Bu bizga bir umid keldi. Ko'pdan ko'p rahmat sizningki tahlilingizga. Hamda dunyo vaziyatiga kelsak, dunyo vaziyati shiddat bilan o'zgarish yasab ketyapti. Amerika Iran bilan kelisha oladigan ekanmiz. Mustabda bular yana urushimiz deb tayyorlab turdi. Endi Iran vaziyatini cho'rdib, dunyo vaziyatini bizga bir tahlil qilib beramiz. İran'ninki vaziyetini tushunish uchun biz Amerika'ninki cho'ng bir global stratejisi bilan qarmasa qolmaydi İran'ninkini. Gerçi kichik nuqtadan İran İsrailiyaninki büyük İsrailiya planninki oxirgi bir davlati bo'lsin, 7 davlatning ichidagi oxirgi davlat bo'lsin, ammo u unda oddiy emas. Uningda cho'ng bir plan bor bu yerda. Ya'ni Venezueladan keyin İranninki o'ttirg'i chiqishi bog'lanishliq. Ikkisining o'rtasida bir o'rtoqlik bor. Ya'ni ikkilisi dunyodagi neftninki 30-40%ni ta'minlayotgan g'oyat zo'r neft bilan ta'minlaguchi davlatlar bo'lar sifati bilan har ikkisi birisi yiqilib bo'ldi, birisi yiqilish oldin ehtimol oldin bo'lishi mumkin. Hamda abay deb o'tib ketdik, Venezuelaninki shu bexatar turishini Xitoy destaklaganingki badaliga Venezuelaninki neftini Azambada Xitoyda Xi Jinpingning otis kontrol qilgan. Hamda İranninki odatda 80-90 İranninki neftininki 80-90% yanılı Xitoy bozorlariga kirdi. Bunda bo'lishining sababi Xitoy bu yerda Amerikaninki bu yerda embargosi bor. Embargosi bo'lgandan keyin uni İran pulga sotilmagandan keyin bevosita xalqaro yo'l bo'yicha uni Xitoyga bir necha xil yo'llar bilan, masalan deylik, İran Xitoyga neftni berdi. Xitoy pul to'lashning o'rniga İran'a mablag' soldi. Ya'ni İran'dagi ul muassasalariga, portlarga, aydurumlarga, tosh yo'llarga qatorliqlarga nima qildi? Buningda pul o'tashmaydi, ammo modda bilan modda, ya'ni bir xil shakldagi material boyliqlar, yana bir xil shakldagi material boyliq o'ttirishga almashtirish bo'ldi. Anadan keyin Xitoyninki nurg'un shakllarda dunyoviy SWIFT sistemasi, ya'ni Amerikaninki nazorat ostidagi SWIFT sistemasining sirtida bu İran o'zining neftini Xitoyga sotadi degan gap. Hamda bu İranninki yiqilishi hozirgi hokimiyatininki ag'durilishi ma'lum jihat elbetqa vaqtda Xitoyga zo'r zarba bo'ldi. Xuddi Venezuelaninki hokimiyati almashdi hozir. Buning Xitoyga bo'lgan ta'siri g'oyasi. Xitoy energiya jihatdagi ustunligini, kontrolligini yo'qotdi. Ananiki texdim ichkirlatsak bu BRICS, ya'ni qishloq davlatlarininki, buningda Venezuela bor, İran bor, Xitoy bor, Rossiya bor, Braziliya bor qatorliqlarninki dollarni bekor qilish.
Bulapmı neft savdosida dollar işletme, yerlik pullarni işletishdan iborat mushkildagi planini g'oyat zo'r to'sqinlik uchirdi. Shu jihatdan ilib o'tgan vaqtida Iranning ahvoli bu shaklda ketyapti. Ammo men buni hamda men shaxsiy nuqtamdan ko'rsam, Iranning ahvoli haqiqatan insonni ichindiradigan bir ahvol. Gerçi ular Uyg'urlarning qatlamiga hech zaman ichinib boqmagan bo'lsa-mu, Iranning hozir ahvol etnish tarafi nima degan bu desak, buningda Iran Ikkinchi dunyo urushidan keyin tunji qatam o'zining saylanib Musaddah deydigan bir odamni bosh ministr qilib saylagan. Musaddah Iranning neftini davlat Angliya neft, ya'ni hozirgi BP, British Petroleum degandan ilib davlat egiligiga o'tkazgan. Shuning bilan buning bo'lgan qarshilik xalqaro ichki qismini bulab, bu oxirisi ag'dirib tashlangan. Amaliyotda Musaddah Iranning manfaati uchun kurash qilgan eng ulug' qahramonlardan birisi mening nazarimda. U nima bo'lgandan keyin shoh o'ttirig'i chiqarilgan. Shohningki nihoyatda besimdagi yuqori darajadagi besim siyosati davomlashib, Iranning ichki qismi g'oyat zo'r qalaymiqon chiqib qatgan. Anadan keyin 78-79-yillari Hümeyni ekildi. Hümeyni başta Iroqda panalindi, keyin Fransiyada panalanib, Fransiyaning istixboroti Ironga ekildi Hümeynini. Hümeynining hokimiyati hozirgacha davomlashayotgan gap. Ya'ni shariat nuqtasidan qurilgan islomiy davlat bo'lish sifatida Iran bo'g'li. Uningda hozir qarshilik bo'lyapti hozir. Hamda shohningki o'g'li taxtga hozirlanyapti. Ya'ni asldagi sekular padişahlık tizimini əsli keltirish o'rtasida bo'ladi. Hamda bu shohning o'g'limi xuddi dadasiga o'xshash chet elda sargardan bo'lib, nurg'unlagan qo'llarda tarbiyalangan bir odam bu. Buning Ironga baxt ekilishi notayin. Ya'ni Ironga Musaddahdan keyin hech kim baxt ekib boqmadi, rostini desak. Keskin desek. O kadar boyligi va bir davlatning avvalo mana hozirgi manda bo'lyapti. Buningdan biz Sharq Turkistonliklarningki oladigan darsimiz nima degan vaqtida biz endi dars olishimiz kerak bunday ishlardan. Ana aralashmaymiz, buningga bizning boshqa deydigan gapimizmi yo'q. Oladigan darsimiz nima esa davlatning manfaati ustunga qo'yilmaydi ekan, qanchalik mustaqil bo'lib ket, qanchalik boylik olib ketsin, jug'rofiylik va strategik o'rin qanchalik yuksak bo'lsin, eng oxirisi kontrollikdan qutlanmaysa, mustaqillikning alvunga aylanadi. Boshqalarning qo'chqiga aylansa. Mana shu bizning oladigan darsimiz. Bizningki kelgusidagi mustaqillik ishlarimizda Iran har vaqt esini tutishimiz kerakki, agar davlatning manfaati hammadan ustun bo'lmaydi ekan, mayli ichimizdagilar bo'lsa, mayli teshimizdak bo'lsin, bu davlatga xiyonat qilib, bu davlatni xoni vayronlikqa boshlaydi. 5000 yillik tarix va bir davlatning avvali mana shu. Mayli urush bo'lsin, bo'lmasin, bugun bo'lsin, erta bo'lsin, ya bu hozir hokimiyat tursin, turmasin, Ironningki bu krizisdan qutulishiga yillar, necha 10 yillar ketadi. Aldirab qutulanmaydi. Yangi hokimiyat chiqsa, yana bir xil kontrollik davomlashadi. Ammo o'zimizning gapga kelaylik, Iron Amerikaningki O'rta Sharqdagi strategiyasini o'zgartishdagi eng chong muhim bir o'tganlarning birisi. Ironni bir taraf qiladi. Iran bilan Amerika o'rtasidagi yaqindagi yadro qurollarininki kengayib ketmasligi haqidagi suhbatning natijasi oxirlashdi. Bu Trumpni Ironga ehtimol hujum qilishini texdim jasoratlantirishi va uningga bir destak berishi mumkin. Oldimizda nayte eg'ir bir qalamqa chiqib ketadigan Ironning manzarasi keladi. Iron yiqilib qolib qolsa, buningda biz nayte tinchsizlashgan bir O'rta Sharqni ko'ramiz. Anandan buningki ta'siri yomon cho'nqur uzoq so'ziladi. Uningdan keyin Turkiya eg'ir tahdid ostida qoladi. Turkiyaning nimasi Iron bilan gerçi Turkiyaning o'rtasida o kadar zo'r bir strategik bog'lanish bo'lmasa-mu, ammo Turkiya texdim yolg'iz qoladigan gap. Shunda bo'lgan vaqtida biz pat arada tez o'zgaradigan O'rta Sharqdagi vaziyatiga daxil bo'lamiz. Hamda biz Sharq Turkistonliklar bo'lish sifatimiz bilan bu davlatlar bizning manfaatimizga kelgan vaqtda cho'ng bir nima qilmagan, faqat biz kuzatkish bo'la olamiz, ham bu ishlardan dars olamiz, gapim tugadi. Rahmat. Ironningki masalasini siz tarixiy nuqtadan texim cho'nqur so'zlab berdingiz. Hamda buni hozirgi vaziyat bilan birlashtirsak, Xitoy Venezueladanmi, Irondanmi foydalangan o'zining manfaati uchun, faqat uni Amerikaga qarshi qo'yish
qilib uning oqida tug'gandek bo'lib olib Xitoy Eronning oqida tug'maydi. Tug'gan bo'lsa, ayni chog'da Amerika ularningki atom aslahalarini portlatgan chog'da yordam berdi. Bu qatam turdigandek qilib o'zining haybasini ko'rsatib, o'zining yuk aeroplanlarini, yo qurollarini aşağı yetkazgandek bir nima chiqadi, parxutlarni. Ammo agar Trump hujum qilib qolsa, bu qatam Xi Jinping bilan so'zlashdi, balkim shuni deyishgandi. Xitoy yana qochib ketadi. Chunki Xitoy o'zining ishidan qutulolmay turgan vaqtida ham uningga aralashqidek ahvolimi yo'q, lekin ko'rinishini shunda beryotdi. Rossiyaning hozir aldirab Eron bilan jiq munosabat bo'latdi. Ammo amaliyotda ko'rib turibmizki, Trump hokimiyatda o'tirib chiqqandan keyin bu o'zining qudratini ko'rsatyapti. Qilaman deganini qilyapti. Endi buningki agar Eronninki neftini bir embargo qo'ydi-ku yaqinda kelishamay. Ondan ki Venezuela'nın neftini bu kim Amerika kontrol qilsa, Xitoyga boradigan tarafini. Demak, Xitoyninki energiya manbasidan chetaq chiqadi. Buningda bizning xo'sh bo'ladigan yerimiz Xitoyninki dunyoninki Made in China deb dunyoninki shu butun ishlab chiqarishni ega olgan bir vaqtda butun bu energiyaga ehtiyojli bo'ladi. Bu taraf kesilsa, uning u yili bu acizlaydı, tugaydi oxirida. Onun ustiga bu Amerika yaqinda kim bilan kelishib oldi? Indiya bilan. Hindiston bilan kelishib oldi. Hindiston bilan kelishib olganda Rossiyaniki nimasini olmaysa, meni olmaysa deb o'zininki tamojna bejini 18% deyishib oldi. Demak, bu nuqtadami Hindistonniki odam soni Xitoyning odam soniga oid shiddatli tubanlagan o'tirdi xabar bor. Buningki o'zida qanchalik tubanligini bilmaymiz, ammo Hindiston 1 milliard 4 million, 400 million nufusi va eng chong odamlari yosh bir xil holatdagi davlat bo'lgandan keyin Xitoyninki o'rnini Hindistonning elish ehtimolligi yuqori. Ishlab chiqarish jihatdan hamda bizni eng xush qildigani Eronnikini dedik, Yaponning ishi. Yaponninki Takaichi Sanae degan ayol parlament taqdim etib, mana bugun boshlanib bo'ldi ularningki parlamentninki saylami. Agar bu saylamda o'zi degandek 20 chiqni Jiuminshito yaponcha bo'ldi bu gap. O'zininki partiyasi agar qo'lga ola olsa, u chaqda bu Xitoy qarshi turgan eng chong kuzur bo'ladi. Xitoy qarshi turgan eng zo'r kuch bo'ladi. Ham bizningki tarixdagi ishlarimizga bevosita qo'l tiqqan, aralashgan, anchag'da bizga hatto qurol berishni planlagan, bizning xaridlarimizni sizgan Yaponiyanningki bu tarafdagi o'zgarishlari bizni xush qiladigan. Bu xalqaro vaziyatda yig'ib kelsak, Amerikaning kuchayishi va uningki do'stlarininki kuchayishi, Amerika bilan birga turishi, Xitoyning ozilishidan iborat bir xil yo'nalishga qarab ketyapti. Bu bizning foydalanadigan, xush bo'lgan bir tarafimiz. Bugun davom xush bo'lgan tarafini dedik. Endi Uyg'urlar ustiga desak, endi Xitoyninki davlat atlagan bostirishi bizga sir emas. Buni siz Uyg'urlarninki muajiratdagi Sharq Turkistonlikka kelgan qismat bilan bir tushuntirib bergan bo'lsangiz, oxirgi savol muhim. Xitoyninki davlat alqıgan bostirishi bek taraqqiy qilgan yangilikmi emas. Ammo uning vositasi, uningki unumliligi va taqilishi, ta'sir ko'rsatish doirasi qatorliqlarda yangi texnikaninki va Xitoyninki istixborotininki bag'ansiri g'aljillashi sababli yuqori bir nuqtaga ketyapti hozir. Masalan, biz Sharq Turkistonliklar Xitoyninki Sharq Turkiston berayotgan irqiy qirg'inchilikninki vositalik qurbonlari bo'lish sifatimiz bilan bu zo'ravonlikqa har vaqt uchrab turyapmiz. Mayli vatanga bag'anlar bo'lsin, qaysi xil shaklda bo'lsin, qaytib kelgandan keyin Xitoyninki davlat alqagan bu bostirishninki bevosita qurboniga aylanyapti. Ammo echinishliqi bu ahvol davomlashyaptiki, buningda ya bag'anlar ya uning bag'anlarining atrofidagilar bu nuqtadan içib ya bir nima yozmadi, ya bir nima demadi. Ikkinchisi, bizga o'xshash bo'lmagan va bo'lmaydiganlarning hayotimi Xitoyninki turli shakllardagi, masalan, bizga telefon qilish,
bizdeki türlü şekillerdeki ictimai media akkauntlarımıza içi kiriş arkalık bizden sözleşiş yoki bizga ta'did qilish yoki bizni aldash xarakterlik vositalarni qo'llanishimi bir minut to'xtab qolmadi. Xitoylar ya'ni bu davlat hal qilgan kontrolluk ve bu xil bostirishning eng asosiy aloyidaligi Xitoylar Beyjingda turib dünyanın her qaysi joylaridagi Xitoyga qarshi bo'lgan yoki Xitoy qarshi bo'lmasimi Xitoy bo'lmagan xalqlarga jumladan Uyg'ur, Qozoq qatorliq Sharq Turkistonlik bo'lgan bostirishi, kontrol qilishi va ularni qo'rqitishi bir kunmi to'xtab qolmadi. Bunun vasıllari bekcek, Xitoyninki bu jihatdagi texnikalari o kadar ilg'orlashib, hatto chet elga chiqib sotqidek bo'lyapti hozir. Qozog'iston buni oldi va boshqalar elyapti. Bularmi endi bu sun'iy aqlning chiqishi bilan bu xil shakldagi kuzatish va kontrol qilish xarakterli masalalarning unumliligi texadimma oshdi. Masalan, bularmi oddiy misol qilsam sun'iy aqlninkini qilay. Hozir masalan Xitoy sun'iy aql orqali chet elda yashayotgan Uyg'urlarningki kimning nima deyotganligini kunda bilib turibdi emas, balki umumyuzlik tarixga sekund ichida erisha oladi va bu orqali uningga qarshi strategiyani belgilayoladi. Bu kadar unumli bo'lib ketayotgan gap. Hamda biz bu yaqinda Mirkamil Turg'un deb bir inimizningki Xitoyninki istixborot odami bilan so'zlashgan suhbatini angladik. Men bizningki ekstrema bir o'zimning analizimni yozdim. Buningga qarasaqmi bir necha nuqta bizning diqqatimizni tortadi. Buni qanchalik analiz bo'lyapti Uyg'urlarni bilmayman, ammo mening analizimda eng yaqqol ko'zga chiliqadigani Mirkamil yolg'iz emasdi. Bu yerda millionlagan case'lar yoki misollar bordi, ammo bir Mirkamil o'tirg'i chiqib, buni o'tirg'i qo'ydi. Uyg'urlar 1949-yildan tortib Xitoyninki chegara otlagan bostirib uchrab turib, nayt oz sondikilari xuddi Mirkamil kabi qo'rqmay turib, Xitoyninki qandaq qilib o'zini to'zaqqa tushirishga urindiganligidan iborat suiqasdini echib tashladi. Bag'allar texidimi shundoq. Bu intayin qo'rqinish darajadagi bir xil qo'rqinish bu. Uyg'urlar boshini chiqarayotgan. Ham bir xil ma'lum jihat elib o'tgan vaqtida men buni vijdonsizlik deb qarayman. Bunda deyishimning sababi sen uchirgankensa uni boshqalarga desang, boshqalarning shu o'rtaq to'zaqqa tushib ketishiga, tushib ketmasligiga yordam bergan bo'ladi. Men men o'zim yashayotgan yerdimi Xitoyga berib kelganlarning netchisini men cho'qchilab so'rab baqqan. Nima deydi ekan? Nima so'raydi ekan? Qanda so'raydi ekan? Sizni qanda indek keltirmoqchi bo'ladi ekan? Men bir o'zim rozi o'g'dek bir javob erishib boqmadim. Hammasi demak bu yerda bir qo'rqinish bor. Hamda ikkinchi nuqta, Mirkamilning suhbatidagi ikkinchi nuqta shu degan vaqtda Xitoylar hozir savol so'roqda xalqaroliq bir saviyaga yetgan. Bularmi ash Uyg'ur, endi Xitoy Uyg'ur tilida Xitoy desam bo'ladi-ku endi buni. Uningki savol so'rashdagi taktikalari mening tushunishimcha, mening kuzishim, mening o'rganganlarimga ko'ra dunyodagi eng oldin qatorga vakillik qiladi. Xayrki Mirkamilning o'zimi, men ko'kidan biladigan, to'qidan biladigan Mirkamilning o'zimi aqlliq bola bo'lganligi uchun to'zaqqa tushmay kelayotgan gap. Bu bizga nimani bildirdi? Bu bizga shuni bildirdiki, bu to'zaqqa tushmaydiganlar bek oz bo'ladi. Shuning uchunmi deyilmaydi, shuning uchun ichik tinib yashirdi, shuning uchunmi bu ishlar hozirgacha bizga umumiylik bilinib ketgan emas. Garchi biz kun uchrab tursak. Bu meni ansirtadigan bir nuqta. Uchinchisi shu degan vaqtda bu yerda nurg'unlagan psixik masalan manipulyatsiya qilish, gunoh tuyg'usiga cho'ktirish, nomus tuyg'usiga cho'ktirish, nayt siyliq shaklda ta'disilish qatorliq omillar mushu o'tirg'i chiqqan. Mushlarning hammasi bizningki o'rganishimiz, tadqiq qilishimizga arziydigan masalalar. Xitoy Uyg'urlarni qanday qilib o'zining degayiga olib ya josus qiladi, ya qilayotgan ishini yondiradi, yoki ularni psixik jihatda ig'ir masalalarga duchor qiladi. Endi to'rtinchisi bizningki mushu suhbatlardan mening ash suhbatdan anglaganim va keyin o'ylaganimdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu bizdagi chet eldagi
u Sharq Turkistonliklarning ichidagi g'oyat zo'r psixik masalalarni keltirib chiqarayotgan, masalan, psixik besim deymiz, qo'rqinish deymiz, gunoh tuyg'usi deymiz, qatorliq nurg'unlagan cho'ng manbalarning birisi Xitoyninki davlat halqigan bostirishi va buningki har vaqt bizga tatbiq qilinib menishi. Bumu cho'ng bir tadqiqotni talab qiladigan bir tema bu. Vatandago buni qilolmaydi. Vatandago biz bu haqda tiniqimizni chiqarolmaydi deydi. Chet eldimi biz bu kadar zo'ravonlikninki qurbonlari bo'lasiz sifatimizdan buni deyishga biz tamamen haqli va buni deyishimiz kerak. Endi bir narsani qaytib qo'yib, biz o'tgan yili 11-oydagi Bryusseldagi yig'inimizda bizni tarbiyalagan bir xodimning bizga degan gapida Xitoy qatorliq bu hokim mutlaq davlatlarninki davlat alqigan bostirishi bag'ansir kuchayyotidi. Bularninki qo'llanayotgan taktikalari bag'ansiri sarxillashyotidi. Buningda Uyg'urlar eng chong bir qurbonlik bo'lasi sifati bilan sizlarninki dunyoga buni bildirishga ehtiyojligi. Bak yaxshi bo'ladi buni bildirgan bo'lsanglar Uyg'urlar. Chunki bu orqali Xitoyni emas, balki Xitoy kabi demokratik bo'lmagan va hokim mutlaq davlatlarninki qanday qilib chet eldagi aktivistlarninki va shu davlat qarshtirayotgan guruhlarninki va tashkilotlarninki faoliyatlarini to'sqinlik qilayotgan va ularni psixik besim shakllantirib, ularni o'zining ishidan yondiradigan ishda g'alaba qilayotganligini bildirishda bek muhim. G'arbninki nurg'unlagan kishilari bu jihatda asosan degidek ma'lumotsiz degan. Men shu chet eldagi Uyg'urlarninki va boshqalarninki mushu jihatda o'zi turayotgan rayonlardagi soqchi yoki kishilik huquq tashkilotlari, advokatlar yoki boshqalarga o'zlari kechirayotgan beshdan o'tkazayotgan mana mush ishlarni deyishini deyilyotidi. Da'vatqanligini bilmayman. Ularga bildirishi bu haqda intayin tafsili paket to'plashini umid qilaman. Paket Mirkamilning qilgani paket to'plash. Paket to'plash orqali paketlar Xitoyninki nimasiga zarba berdi. Ammo bu deganlik Xitoy to'xtab qoladi deganlikni bildirmaydi. Xitoyninki istixborot odamlari yana bir xil boshqa shakllar orqali bizni turli shakllarda bizga psixik besim tushirdi. Bu jihatda Xitoyninki necha 10 yillik tajribasi bor. Mukammal bir tajribasi bor. Biz bunun qurboni bo'lishibdi, bunga nisbatan qarshi bir tadbirlarni elib, mayli psixik jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin va boshqa jihatdan bo'lsin olanmagan. Buni hamda oldimizdagi muhim bir ishda o'zimizni kollektiv qo'g'dashninki bir muhim bir projeler sifatida buni ishlamasak bo'lmaydi. So'zim tugadi. Rahmat. Biz burun bizningki FBI'ga mush narsalarni yetkazsanglar bo'ldi deb degan edik. Hatta FBI'ga bizning Amerikaning FBI'ga bu ishlarni yetkazsak bo'ladi. Hamda Xitoy bizning qarshimizda davomli turib bizning uydagilarni, tuqqanlarni ko'rib kelib olib, bizga davomli tahdid solib turdi. Ammo ularning ishlatayotgan nayranglari, texnikalari xuddi siz degandek dunyodikilarga bir sir bo'yliqi bular bilmaydi. Ular chunki odat normal insonlar qiladigan ishlarni mushta bo'ladi deb o'ylaydi. Ayol degan chog'da Xitoylik qo'li har qanday yerga yetadi. Hatto siz bir hotelda yotsangiz, bir yotoqda. Shuning information hammani egallay oladi bu Xitoylar. Ham o'zini chet eldagi qonundan foydalanib turib, ya'ni qonundagi yo'chiqdan bu BDTning organlaridan foydalanib turib, sana qo'l sola oladi hatta, ziyonkashlik qila oladi. Mushunchalar darajada deb. Hamda mushunchalar ishkanmiz, hamda asosli buningki ziyonkashlikka uchirmagan Uyg'urlar qolmadi desak bo'ladi asosan. U beka qo'yib qo'ygan, aralashmaydigan, tashlab qo'ygan Uyg'ur bo'lmaydi-ki Xitoylarning nimasidan. Lekin biz gapni anglaganlar bek oz. Men Mirkamilning chiqqani oz sandiqlarniki birisi bo'lsa biz taqdirdoshmiz, hammamiz mayli biz mustaqillik yo'lida mangayli yoki Xitoyga shunda cho'qinib yashayli. Oxir kelgani bizning taqdirimiz biz. Bu taqdir nima desa, agar Xitoy qarshi tursa, Xitoylar shu bizning o'zimizningki tug'ilgan zaminimizdan supurib tashlab chiqarib yetib, zaminni boyliqqa ega bo'lish. Bu taqdirda hammamiz bir bo'lgandan keyin bu o'zimizningki bu siyosiy da'voni ochimni tutib oldi, aql ko'p oldi emas. Xitoy zar qanday o'ylaydi, boydan beri biz dedik, Xitoy qanday insonlar bular. Dunyoni qanday buzyotidi.
Endi Xitoyning qarshisi kim bor? Buningga qanday qilamiz? Masalan, Amerika kuchlansa, Xitoy o'rtaq kuchlanib mangamdi yoki Amerika kuchlansa, Xitoy ojizlamdi? Endi mush nuqtadan biz burun Trump chiqishining oldida nurg'un talashlar chiqqan nurg'un odamlar. Trump chiqsin o'xshash bo'ladi. Trumpmi globalishniki birisi bo'lishi mumkin degandek. Lekin hozir ish undan mingmadi. Chunki Xitoylar Amerikada Amerika tug'ilganlar Xitoy bo'ladi degan qonundan foydalanib turib, ya Amerika tug'ilganlar Amerikalik bo'ladi degan qonundan foydalanib turib, Amerikada tug'ib ketib, Xitoyda cho'ng'ilayotgan, yana 10 necha yildan keyin bilet tashlash nimasiga erishadigan nurg'un Xitoylar bor ekan. Bular necha milliondan oshadi degan yangidan statistika chiqdi. Agar bu Xitoylar mush statistika bo'yicha qaytib kelib Amerikada bilet tashlasa, Amerikaningki siyosatiga ta'sir qila oladigan darajada. Undan keyin Xitoyning boylari hatto Amerikada o'zining urqidan, tug'ib beradiganlar bor emasmi? Buni qonunning yo'chiqidan foydalanib, nurg'un avlod tepatgan. Birli o'zininki ularniki bir familiyasi deymiz, birli familiyada nurg'un avlod tepatgan deganga o'xshash masala bor. Andan yangidan bayqalgani laboratoriyani, maxfiy laboratoriya ochgan va uningda kimyalik hujumni planlayotgan, biologiyalik, bioximiyalik hujumni planlayotgan bu ishlarni ko'rib turib, Amerikaning hozir kelgani, masalan, malaninki demokratiya bilan republika o'tirishga urushni ko'rsanglar, har qanday ishda bir yakunlanmaydi bular. Har qanday ishda bir-birisi bilan tillashib urushadi. Ammo Xitoyning ishga kelganda nimda birikib keldi? Demak, bular Amerikaning ahvolini bildi. Xitoyning Amerikaga qanchalik darajada kirishayotganini, niyatining nimaligini bildi. Bu ularningki avlodlarga chetildigan ish. Bunday ahvol ostida bir davlat meclisine kirip çıkıp ular qarshi turmay mumkin emas. Hozirgi vaziyat mayli Venezuela bo'lsin, mayli Iran bo'lsin, mayli u Yapon bilan do'stlik o'rnatsin, Argentina bilan nima qilgan bo'lsin deyli. Bularning hammasiningki maqsadi Xitoyning qarshisida turish. Undaq ekan, biz buni to'liq tushunishimiz kerak. Ham Xitoyni bek cho'ng bilib ketmasligimiz kerak. Bu Xitoyni Didoqbaydan beri askarlari shu holatda qilayotganlarning hammasi haqq ko'z tutgan shu. Bizdagi qo'rqinish nereden keladi desa, bizdagi qo'rqinish Xitoyning qudratidan keldi. Bularni bak yomon oq qilib yutadi, ko'p qilib yutadi. Agar biz bir iroda kelsak-chi, biz iroda kelib o'zimizningki irodamizni haqq ko'rsatsak-chi, bularni ko'radi, Amerikaliklar, boshqalarni ko'radi. Ammo ishlarimiz mush Xitoy azroq yo'l yechib bergandan keyin, masalan, berib men bir narsam ketibdi, tugashda ilgari shu xalqaro tashkilot to'g'risida so'zlash deb o'tildi, shu davlat alqagan bostirishda. Buningda Xitoyninki Interpol qatorliq xalqaro tashkilotlardan foydalanish orqali o'ziga qarshi chiqayotganlarni bostirishi va ularni tutib ketishi oid nurg'unlagan ishlar bor. Hattoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kishilik huquq komitetining ichida Uyg'ur aktivistlarga oid uchurlarni olib ketgan yerlarimi bor. Bu deyilgan o'tirib chiqqan uchurlarda. Bunda bu misollarni elishimning sababi Xitoyning vosita tanlamay intayin chirik va lingshib qolgan maydonning tani yo'q nurg'unlagan xalqaro tashkilot. Buning eng cho'ngida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bor. Mushlar orqaliqmi o'zininki davlat alqagan bostirishlarini intayin unumli olib berayotganligini chet eldagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarning samiga sap qo'yishni nim qilaman, tavsiya qilaman. Bunda deyishimning sababi o'zinglarning hikoyasini degan vaqtinglarda u da'vatgan o'rin qarshi tarafninki ishonchli bo'lishi bek muhim. Deyish kerak, demasak bu narsa bilinmasa buning nisbatan chora bekitilmaydi. Ammo degan vaqtimizda kimga qanday shaklda qanchalik deyish va nimalarni deyish qatorliq shakllarda qarg'ular tushunib ketmay, faqat uning ismi inglizcha, fransuzcha bizim bo'lgandikilar bizning beshimiz siylaydi emas, uning tarixini tekshirib, hozir texnik osonlashdi-ku, masalan, bu sun'iy aqlda 1 minut yaqin shu tekshirib chiqarib oldi hozir. Hamma nurg'un ishlarni. Shunda qilib, sal ehtiyotchanlik bo'lishimiz kerak, ammo ehtiyotchan bo'ldim deb bu bizning beshimizga kelayotgan kollektiv bugun Mamtaxonning beshiq kelgini, Samtaxonniki, Samtaxonning kelgini, Davtaxonniki keladi. Hammamiz Mamtaxon, Samtaxon beshimizga nima kelayotgan bilmaymiz. Ichimizga sap yursak, Xitoy g'alaba qilgan bo'ldi. Xitoy bizni atomlashtirish, bir-birimizdan ayirib o'tib, ayrim yolg'iz
qaldırış orqali bizni birlasholmaydigan va o'zining masalasini kollektiv bir taraf qilolmaydigan holat keltirgan vaqtida biz hammamiz yakka suhbatda vayron bo'lamiz. To'g'ri. Maqsad shu. Chet elliklarni bir yerga keltirmaslik qilish. Mushum eng chong misolning birisi bu jihatdan elib aytganda bu hammamizning beshi kelayotgan bir xalqninki mustaqil bir davlat bo'lgan bir xalq ham yo'qotilayotgan bir xalq beshiga kelayotgan bir fojia bu. Bu shaxsiyning ishi emas bu. Shaxsiyning ishi degandek biz vayron bo'lamiz. Yo'q bu yerda. Agar bu gapimga ishonmasanglar, Xitoyning kallasi o'ylab boqinglar. Xitoyning oldida men bilan sizningki, sizlar yana bizning farqi yo'q. Hamma Uyg'ur yo'qotilishi kerak. To'g'ri. Shuning uchun buni bizning ishimiz deb bilinglar. Mening ishim yo'q bu yerda. Mening manfaatim yo'q bu yerda. Bu yerda bizning manfaatimiz bor. Mening g'oyam yo'q, bizning g'oyamiz bor. Mening nishonim yo'q, bizning nishonimiz bor. Mushunda bo'lsa tik tura olamiz, mushunda bo'lsa o'zimiz saqlab qola olamiz. Gapim Rahmat. To'liq aniq tushuntirib berdingiz. Endi bu Xitoyning kichkina yo'l ichib berib, u yerga berib kelsam bo'ldi deganiga to'liq setilib ketib, hamma narsamizni shuni otib etsak, bu masalan bir qo'ydan birini bo'g'izlasa, ikkinchi qo'y kelib shu bo'g'izlagan yerda o't yeganga o'xshash ish bo'ladi bu. Nihoyat aqlsizlik bo'ladi. Endi siyosiy da'voni bilib qilayli. Bu bizning shaxsiy da'vo emas. Butun millatimizning yer zimin da'vosi, butun xalqninki, Sharq Turkistonlikninki. Eng oxiri deydiganimiz, Mamtunali apandim dedi, biz taqdirdosh. Shundoq ekanmiz, ishni birga olib borsak, uning natijasi cho'qim yaxshi bo'ladi. Endi boydan beri deb kelayotganimiz bizda umid cho'ng. Hozir Xitoy ichidan bilinyotdi, Xitoyning dushmanlari kuchlanayotdi, Xitoy ojizlayotdi. Demak, bundan biz qo'shib olsak bo'ladi, birga kelsak bo'ladi, da'voni to'g'ri qilsak bo'ladi. Bugun ham vaqt munosabatlari mushagicha bo'ldi. Mamtunali apandim, ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Hammamizning o'sha vaqt xayrli bo'lsin. Programmamiz mushatligida Allohga emanet. Sizga rahmat, ammolar rahmat. Rahmat.